Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Amerika prezidenti Joe Biden 3-iyun payshanba kuni ma'muriy buyruq imzolab, Amerikaning sobiq prezidenti Trump imzolagan ijroiya buyruqining doirasini kengaytib, Amerikaning Xitoy armiyasiga munosabatli shirkatlarga mablag' selishining oldini oldi. U yana Xitoyning sirtida ishlatilgan Xitoyning nazorat qilish texnikasining shundaqla kishilik huquqni bostirish va og'ir darajada daxl-taruz qilishiga yordam beradigan Xitoyning nazorat qilish texnikasini tadqiq qilish va ishlatishning Amerikaning davlat bexatarligiga zo'r tahdid deb keldiganligini ko'rsatdi. Ma'muriy buyruqda Amerika fuqarolarining Xitoy mudofaa va kuzatish texnik shirkatlariga mablag' selishini cheklaydiganligi, Amerika va uning ittifoqdoshlarining bexatarligi yoki qimmatini ojizlashtiradigan Xitoy shirkatlarini qo'llamaydiganligini bildirib, Amerikaning Xitoy harbiy sanoati qora tizimlikdagi pay bozoriga solingan aksiyasini setib olishni cheklaydiganligini, mazkur ma'muriy buyruqning 2 avgust kuni kuchga ega bo'lganligini, mablag' sog'uvchilarning mablag'ini qaytarib olish uchun 1 yil vaqt berdiganligini bildirgan. Amerikaning sobiq prezidenti Trump o'tgan yil noyabrda ma'muriy buyruq imzolab, Amerika fuqarolarining Xitoyning harbiy shirkatlarining pay chekini setib olishini cheklagan. 3-iyun payshanba kuni Joe Biden chiqargan ma'muriy buyruq sobiq prezident Trumpning siyosatini davomlashtirib qolmay, hatto Trump davrida mablag' selishni cheklaydigan shirkatlarning qora tizimligini 48 dan 59 ga kengaytgan. Gumonli Xitoy xakerlari Sharqiy Janubiy Osiyo hukumat tarmoqlariga va chet eldagi Uyg'urlarga davomli tajovuz qilmoqda. Isroiliya tor bexatarlik shirkatining bildirishicha, Xitoydan kelgan deb gumon qilingan xakerlar torda beliq tutish orqali Sharqiy Janubiy Osiyo davlatining hukumat sistemasiga tajovuz qilganligini, shuning bilan bir vaqtda xakerlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining hujjatlarini yolg'ondan yasash orqali Xitoy ichi va sirtidagi Uyg'urlarning kompyuter sistemasi uchurlarini o'g'irlagan. Isroiliya tekshirish nuqtasi yumshoq detal texnik shirkatining tadqiqot bo'limining dokladida xakerlar bir qancha muhim qadamlarni bosgandan keyin oxirgi nishonlangan kishining ishlatgan kompyuterining modeliga orqa eshik qachilash orqali ishlatuvchining kompyuterdagi hujjatlarni o'chirish, qurish, ism o'zgartirish, o'qish va qayta yozish, kompyuter uchurlariga erishish, kompyuter ekraniga erishish, hatto kompyuterni taqash qatorliq mashg'ulotlarni qila oladi ekan. 27 may kuni tor bexatarlik shirkati e'lon qilgan yana bir tadqiqot dokladida Xitoydan kelgan deb gumon qilingan xakerlar aldamchilik usulini ishlatib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining hujjatlarini yolg'ondan yasagan hamda Xitoy va Pokistondagi Uyg'urlarni yomon g'arazlik programmalar va urinishlarni tushirish, chekishga qiziqtirgan. Xaker yana ishlatuvchini Turkiy madaniyati va meros fondi deb atalgan saxt tor bekitini ko'rsatgan. Abonentlar tor bekatiga mablag' iltimos qilish ulanmasini cheksa, ulardan atalmish bexatarlik tekshirishi berilishi talab qilingan. Bu qadamda xakerning ishlatuvchi sistemasidagi sonliq ma'lumotlarni ziyorat qilishiga yo'l ochadi ekan. Dokladda Uyg'urlar qirtilgan bu aldamchilik hujumi 2020-yil eng aktiv harakat qilgan bo'lib, hozirma davomlashmoqda ekan. Tadqiqotchilarning aytishicha, ular xakerlarning Turkiya va Malayziyadagi hukumat organidek bo'lib olib, aldamchilik tor bekatlarini qurganligini bayqagan. Bu xakerlarning kelgusidagi bu ikki davlatda Uyg'urlar hujum qilishni planlaganligini ko'rsatib beradi degan. Türkiye Radyo Televiziya organining tashabbusiga asosan Turkiya hamkorlik va moslashtirish idorasining hamkorligida Xo'ja Ahmad Yasavining jiyani va o'quvchisi Yusuf Ataga oid nasabnoma kitoblashtirildi ekan. 800 yillik hujjatlarni qaytarilib, hozirgi zamon turk tiliga tarjima qilinib, elektronlik muhit ostida kitobxonlar bilan yuz ko'rishtirildi ekan. 100 yillar burungi davrni yoritib beradigan hujjat Turkiyada tunji qatim Turkiya Radyo Televiziya organi ekranlaridan tanishtirildi. Türkiye Hamkorlik ve Moslashtirish idorasi Turkiston va Hazrati Sultan tarix va madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash mavzuiga topshirib olgan hujjat uchun mavzu bilan hamkorlik kelishim loyihasini imzolagan. Turkiya Hamkorlik va Moslashtirish idorasining rahbarligida qayta retlab chiqariladigan bu nasabnoma hujjati hozirgi zamon turk tiliga tarjima qilingandan keyin kitoblashtirilib nashr qilindi ekan. Qozog'istonda yasaviy meroslarining tadqiq qilinishi uchun yasaviy yo'li nomli bir loyiha ishga kirishtirilgan bo'lib, Turkiston, O'zbekiston va Qirg'iziston jo'grafiyasiga oid yangi hujjatlarga erishish nishon qilinmoqda ekan. Oldingi shanba kuni Meksikaning Popla shtatidagi dehqonchilik maydonida tuyuqsiz cho'kim paydo bo'lib, yaqinqi bir necha kunda tez sur'atda kengayib, atrofdagi aholilarga bevosita tahdid solgan. Cho'kma Meksikaning Santa Maria dehqonchilik maydonida paydo bo'lgan bo'lib, dastlabda diametri aran necha metr ekan. Ammo yaqinqi bir necha kunda tez kengayib, dushanba kuniga qadar diametri 60 metrga yetgan. Yerlik amaldorlarning aytishicha, cho'kma ko'p miqdorda suv yig'ilib qolganlikdan suv besimi cho'kmani davomli kengaytib, cho'kmaning hajmi davomli cho'ng'ayib, yaqin atrofdagi uylarga bevosita tahdid solmoqda ekan. Uyg'urlarning o'tmish tarixida o'tgan xalq qo'shoqchilari mustamlikaga, adolatsizlikka qarshi harakatlari va erkinlik ideyalari, to'lib toshgan ijodiyatlari bilan o'z xalqining hurmatiga sazovor bo'lganligi ko'pchilikka ma'lum.
Nozugum, Sadir Palvon, Elaxun, Ayub Samsaq, Mustafa Sopi va boshqa qo'shiqchilar ana shularning jumlasidan bo'lib, Sharqiy Turkiston va O'rta Osiyo territoriyalarida yashab kelayotgan millionlagan Uyg'urlar ularni mush kungacha asli saqlab kelmoqda. Ana shularning qatoridan o'rnagan mashhur qo'shiqchi va naqshchi Elaxun 1865 yili G'o'ldi shahri Qozonchi mahallasi dunyoga kelgan bo'lib, kichikidilla milliy san'atga muhabbat bog'lagan. Uning umrining tangdin to'lisi zulm va azob oqibatda o'tgan. Elaxun Ko'kko'z kichikidilla Xitoy bosqinchilarining xalq beshig'ib kelgan zulmiga chidayolmay, ularga qarshi qat'iy kurash etgan. Olim Uktabir Jamoliddinov bu vaqtda mundaq deb yozadi. Manju ishg'oliyatchilari 1900-yili dehqonlarning qo'llaridagi mollarni zo'rlik bilan tortib olish orqali kuchayib ketgan bir davrda Elaxun o'zining bir to'p sabdoshlari bilan To'tay, Shangan va Lozunglarning qo'llaridagi bulab ilingan mollarni qaytarib elib, ularni egalariga qaytarib berdi. Bu alamga chidamagan To'tay Elaxunni tutqunga elib, yomilga solashga buyruq berdi. Adolatsizlik chidamagan Elaxun Ko'kko'z bir necha qatim yomillarga solingan bo'lsa-mu, dushman oldida hargiz tiz bikmagan. O 1955-yili Qozog'istonga ko'chib ketishga majbur bo'lib, 1970-yili Olma-ota viloyatining Talg'ir noyasiga qarashli Azod yezisida 105 yoshida olamdan o'tgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.